Kattaligini qaraylar, aylanasi o'zi 1 gektar keladimi deyman. Juda ham katta joylar. Ko'rib tursiz, juda ham chiroyli atmosfera. Mana bu yerda marojna sotadigan joylar ham bor ekan. Bank reklamasi bitta vazn o'tkazadigan joy ekan. Bu yerda bayram bo'ladimi? Qara bayram. Transbankka boshida topshiradi. Yutgan odamlar. Yutganlar borda, to'g'rimi? Endi bo'ladi-da, hali noma'lum. Qaysi kuni bo'ladi bayram? Bugun bo'ladi oz boshlanadi. Nechida? 6da. Demak, 6 bo'lib qoldi. Istirgisi bo'ladimi? Bo'ladi. Bayram istirgisi bo'lar ekan. Transbankda mashinasini topshirar ekan, yutgan mashina ekan. Turizm ekan, o'sha mashina. Atmosferaga baho bering. Sizlar uchun alohida uyumli, mana gullar ham ajoyib holatda ekan. Ko'karib turibdi, yashnab. Hamma yo'q. Kameralarga olish yuribdi. Asosan bu yerda muzey bor ekan, mana. Muzey. Sotar ekan bularni. Nima bor ekan? Yana ajoyib joylar ekan. Anchedani hammadan qolib ketadi deyman. Wow! Antikvar. Juda ham zo'r do'kon ekan. Likoplar, suvenirlar. Adresda qanchadan? Adres. Juda ham chizdirmalar tabiiymi? Sosa bo'ladimi? Nechi pul bular? Kichkinalarni nechi pul? Mana bu 450 ming. Mana bu 250 ming. Kichkina bolalarga? 150 ming. Qo'l. Güzel joylar. Shu chol meni e'tiborimni tortdi, chol bobo. Judayam chiroyli ishlangan ekan. Fotograf mumkin emas. Xo'p. Yo'q, mumkin emas, bemalol. Taqinchoqlar. Suvenirlar bor ekan. Sog' bo'ling. Rasmlar e'tiborimni tortdi. Tarixiy rasmlar. Bu yoqda nimalar bor ekan? Suvenirlar. Ya tarixiy qilib yuborgan ekan. Tumosh.
Ajoyib atmosfera. Vau! Dahshat ekan-a? Bu joyda qaranglar ey, obunachilarim. Ajoyib.